Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Ko'katchilik modulining bugungi mavzusi ko'kat sabzavotlarning ahamiyati hamda shifobaxsh xususiyatlariga bag'ishlanadi. Ko'kat sabzavotlarning umumiy tavsifi to'g'risida to'xtaladigan bo'lsam, avvalo ko'katchilik bu sabzavot ekinlariga bog'liq bo'ladi. Bu sabzavot ekinlari to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Dunyoda sabzavot ekinlarining 1200 dan ortiq turi bor. Mana shundan 600 tasi madaniy, 600 tasi yovvoyi turga mansub. Jahonda ushbu sabzavot ekinlarining 80 ga yaqini ekib o'stiriladi. O'zbekistonda esa 40 ga yaqin sabzavot ekib o'stiriladi. Mana shu sabzavotlardan ko'kat sabzavotlarimizni asosan biz turli xil gruppalarga bo'lamiz. Tugunak mevali sabzavotlarimiz bor, tamattosh sabzavotlarimiz bor, karamli sabzavotlar bor, piyozli sabzavotlarimiz bor hamda ko'katli sabzavotlarimiz bor. Bizning modulimiz ko'katli sabzavotlar bo'lganligi uchun asosan ko'kat sabzavotlar turlariga qaysilar kiradi, uning ahamiyatlari hamda inson organizmiga shifobaxshligi to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu bugungi taqdimotimizda ko'kat sabzavotlarning turli xil foydali xususiyatlari, ularning inson salomatligiga qanchalik ahamiyatliligi o'rni to'g'risida ma'lumot bermoqchimiz. Ko'kat sabzavotlar bu ovqatlarimizga lazzat, rang va ajoyib shifobaxsh ta'm beradigan sabzavotlar qatoriga kiradi. Ular tarkibida vitaminlar ko'pligi, minerallar, antioksidantlar va boshqa foydali moddalarga boyligi uchun ham juda ham ahamiyatlidir. Turli xil ko'kat sabzavotlar har xil kasalliklarni oldini olishda ishlatiladi. Ular qon bosimini tartibga solib, immunitet tizimini mustahkamlaydi. Hazm qilishni yaxshilaydi va boshqa ko'plab foydali xususiyatlarga egadir. Ko'kat sabzavotlarimiz 1 yillik, 2 yillik hamda ko'p yillik sabzavot ekinlariga kiradi. 1 yillik sabzavot ekinlarimiz ko'proq barglari iste'mol qilinadigan sabzavotlarimiz, bular 1 yillik sabzavotlar bo'ladi. Bularning ichida ko'kat sabzavotlarining ichida rediska ham ko'katli ekinlar qatoriga kiradi. Nimagaki biz rediskani ham faqatgina ko'kat sabzavot sifatida oziq-ovqatlarimizga ishlatamiz, yangiligicha salatlar qilamiz hamda bezak sifatida har xil go'shtli mahsulotlarimiz ichiga bezak sifatida ham ishlatishimiz mumkin. Ko'kat sabzavot rediskaning yana bitta xususiyati, uning ildiz mevasi ishlatilishi, yetishtirish usullari bo'yicha ko'kat ekinlariga o'xshab ketganligi, ya'ni agrotexnologiyasi ham ko'kat sabzavotlariga o'xshash bo'lganligi uchun biz buni ko'kat sabzavot deb qabul qilganmiz. Ko'kat sabzavotlar vitaminlarga, mineral tuzlarga, efir moylariga va fermentlarga va boy bo'lib oziq-ovqatga yangiligicha asosan salatlarimiz bir qancha turlarini biz yaxshi bilamiz. Salat, kris salat, rediskalar yangiligicha qaynatib iste'mol qilinadigan ko'kat sabzavotlarimiz bor. Bularga esa ismaloq bilan shavilni kiritishimiz mumkin. Ziravor sifatida biz uni bodring bilan pomidorni tuzlamalar qilishimizda ushbu sabzavotlarni ishlatishimiz mumkin. Barcha ko'kat sabzavotlari ekinlari yuqori hosildorli bo'lishi bilan, tez pisharligi bilan, issiqqa talabchan emasligi, eng asosiysi bizga noqulay mavsum paytlarida ham yetishtirish imkoniyati bo'lganligi uchun ko'kat sabzavotlarimiz bir ahamiyatli tarafi mana shunda ham hisoblanadi. Issiqqa talabchan emasligi, nam, tuproq va oziq moddalarga talabchanligi bilan ham xarakterlanadi. Ular tuproqqa ekilganidan so'ng vegetatsiya davri, ya'ni ularning hayotchanligi ham qisqa bo'lganligi ham bizga ijobiy natija beradi. 30-40 kunda yig'ib olish darajasiga yetadigan sabzavotlar turiga kiradi. Bu ularni ochiq dalaga ekib, erta bahordan kuzgacha konveyer asosida hosil yetishtirish imkoniyatini ham yaratib beradi. Sabzavotlarning bizga ahamiyatli bo'lgan tarafi ularning asosan biokimyoviy tarkibi hamda oziq-ovqatdagi qiymati. Sabzavotlar biokimyoviy tarkibi xususiyati shundan iboratki, ular tarkibida suvning ko'p bo'lishi, ya'ni suv tarkibida 65% dan 96% gacha bo'lishi. Oziq moddalar, ya'ni oqsil hamda moy uglevodlarning kam bo'lishi bilan ham xarakterlanadi. Bundan tashqari ularning kaloriyasi ham boshqa sabzavotlarimizga nisbatan unaqangi yuqori emas, kaloriyasi ham pastligi bilan ham xarakterlanadi. Odam organizmi uchun zarur bo'lgan biologik aktiv moddalar, ya'ni vitaminlar, fermentlar, mineral tuzlariga boyligi ham buning ijobiy xususiyatlaridan biridir.
Ba'zi sabzavotlar, masalan, bosh piyoz, sarimsoq, ukrop, petrushka, xren hamda turp tarkibida fitonsidlar saqlaydi. Shu tufayli fungisid va bakteriyasid xususiyatiga egadir. Inson organizmini insektisidlardan tozalaydi. Ko'pchilik sabzavotlar, ya'ni limon, olma kislotasi, vino kislotasi, efir moylari, aromatik xushbo'y moddalar saqlab ham ishtahani ochish xususiyatiga ega hamda ovqat hazm bo'lishini yaxshilab berish xususiyatlariga egadir. Olimlarimiz ilmiy tadqiqotlar o'tkazishgan hamda bizga shunaqangi ma'lumotlar berishganki, dunyo bo'yicha bir inson sutka davomida oladigan quvvat miqdori 3100 kilokaloriyadan bo'lishligi aniqlangan. Bir kunlik iste'mol qiladigan oziq-ovqatimiz. Qaysi mamlakatda sutka mobaynida 3000-3500 kilokaloriyali quvvatga ega bo'lgan taom iste'mol qiladigan bo'lsa, uning hayotining yashovchanligi, ya'ni davomiyligi 75-80 yilni tashkil etgan. 2500-3000 kilokaloriyagacha sabzavotlar iste'mol qiladigan bo'lsa, 70-75 yilni tashkil etgan. 2000-2500 kilokaloriyaga ega bo'lgan oziq-ovqatlar iste'mol qiladigan bo'lsa, ularning yashovchanligi 70 yilni tashkil qilgan. Hamda 2000 kilokaloriyadan past bo'ladigan bo'lsa, bunday insonlarimiz 42 dan 50 yil davomigacha umr ko'rishlari olimlarimiz tomonidan ilmiy izlanish ishlarini olib borib tasdiqlab isbotlab berishgan. Sabzavotlar mahsulotlari quruq moddasining asosiy qismini asosan uglevodlar, kraxmal, shakar, kletchatka hamda pektinli moddalar tashkil etadi. Kraxmal zapas oziq modda xizmatini o'taydi va kartoshka tugunaklarida anchagina miqdorda. Kartoshkani ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Tarkibida o'sha kraxmal ko'pligi bilan ham boshqa sabzavotlardan yuqori o'rinda turadi. Mana shuning uchun ham uning tarkibidan ham oziq-ovqat sifatida ham kraxmal olish uchun ham qayta ishlash sanoatida ham ishlatiladi. Shuningdek, dukkakli sabzavotlarda, ya'ni sabzida, qishki qovun navlarida ham kraxmallarimiz yuqori foizda to'planadi. Kraxmal suvda erimaydi. Odam organizmi uni amilaza, ya'ni diastaza fermenti ta'sirida parchalanib shakarga, maltoza va undan keyin glyukozaga aylantirib inson o'zlashtiradi. Ko'kat sabzavotlarimizning umumiy tavsifi to'g'risida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ko'pgina sabzavot mahsulotlari faqat ovqat sifatida emas, balki dorivor sifatida ham katta ahamiyatga egadir. Ular yurak-qon tomir sistemasini, ovqat hazm qilish traktini, turli kasalliklarini, ko'z kasalliklari kabilarini davolashda vitamin manbai sifatida xizmat qiladi. Yangi kartoshka tugunaklari, oqbosh karam va turp suvidan oshqozon yarasi va boshqa xil oshqozon ichak kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Sabzi, ukrop, pastirnak urug'laridan yurak-qon tomir kasalliklarini davolashda qo'llaniladigan preparatlar, yangi piyoz va sarimsoqdan esa antiseptik xossalarga ega bo'lgan preparatlar tayyorlanadi. Qovoq urug'ining qaynatmasi, buni ko'pchiligimiz aholi yaxshi bilishadi, gijja tushiruvchi vosita xizmatini o'taydi. Qovoq va bodring esa yallig'lanishga qarshi dorivorlik xossasiga egadir. O'zbekistonda tarvuz, ayniqsa qovun xalq meditsinasida qadimdan kamqonlikka, yurak va jigar kasalliklariga qarshi dorivor sifatida ham ishlatiladi. Keyingi sabzavotimiz piyozning shifobaxsh xususiyatlari to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, piyozimizning bir qancha shifobaxsh xususiyatlari bor. Shundan, masalan, qon bosimini tartibga solish xususiyati bor. Ya'ni piyoz tarkibida kaliy qon bosimini tartibga solishda yordam beradi. Ular qon tomirlarining qattiqlashuvini oldini oladi va yurak-qon tomir kasalliklarining xavfini anchayin kamaytiradi. Immunitet tizimini mustahkamlash xususiyatiga ham ega. Bular piyozning tarkibidagi antioksidantlar immunitet tizimini mustahkamlaydi va bakteriya va viruslarga qarshi kurashishga yordam beradi. Keyingi kasallik, ya'ni bu keyingi paytlarda juda ham rivojlanib ketyapti, qandli diabetni nazorat qilish. Piyoz qandli diabet bilan og'rigan bemorlar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Ular qon shakarini tartibga solishda yordam beradi va diabetning asoratlarini kamaytirishga ham yordam beradi.
Keyingi sabzavotimiz bu sarimsoq piyoz. Sarimsoq piyozning ham shifobaxsh xususiyatlarini, inson organizmidagi ahamiyatli tomonlarini aholimiz juda ham yaxshi bilishadi. Bunga qo'shimcha sifatida shularni aytib o'tmoqchimanki, bu hazm qilishni yaxshilaydi. Ya'ni ovqat hazm bo'lishini, oshqozonda ovqat hazm bo'lishini yaxshilaydi. Sarimsoq hazm qilish jarayonini tezlashtirib beradi. Oshqozonni tinchlantiradi va ovqat hazm qilishni yaxshilash xususiyatiga ega. Keyingisi qonni tozalab berish xususiyati ham bor bunda. Sarimsoq qonni tozalashda toksinlarni chiqarib tashlaydi va organizmni detoks, ya'ni tozalovchi xususiyatga ega. Qon bosimini tartibga soladi. Ya'ni qon bosimi yuqori bo'lgan insonlarimiz bu sabzavotimizni iste'mol qiladigan bo'lsa, tarkibidagi kaliy qon bosimini tartibga solishda yordam beradi va yurak qon tomir kasalliklarini xavfini ham kamaytirish xususiyatiga egadir. Ko'kat sabzavotlarimizdan ukrop, ya'ni bu shivit ham deyiladi mahalliy tilimizda. Ushbu sabzavotning tavsifi to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni ahamiyatli tomonlari to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak, ukropning qimmatli ozuqaviy xususiyatlari shundaki, uning barcha kalsiy, temir tuzlari, turg'un hidga ega bo'lgan efir moylari, deyarli barcha vitaminlar, xususan B1, C, P, PP, provitamin A vitaminlariga ega bo'lishi bilan ahamiyatli taraflari bor. Ukrop ko'katida shakar va oqsillar, urug'ida esa 20% gacha o'simlik moyi bor. Azotli va azotsiz moddalar, sellyuloza ham mavjud. Ukropning asosiy ozuqaviy vazifasi turli ozuqa mahsulotlarining qo'shilishi va xushbo'y hid berishi bilan ham ahamiyatli taraflari bor. Yosh ko'kati limon va yog'ga qo'shib salat sifatida iste'mol qilinadi. Ukropdan souslar tayyorlanadi, quritiladi yoki tuzlamalar ham qilinadi. Uning keksaygan navdalaridan, ya'ni gullash fazasiga o'tgan navdalarini biz ko'pincha qishki mavsumda tuzlamalar qilishda, bodring yoki bo'lmasam patissonlarni tuzlamalar qilishimizda ham ziravor sifatida ushbu sabzavotdan foydalanamiz. Gullayotgan o'simligi tuzlamalarga sirkalashda ziravor sifatida ham ishlatiladi. Ukrop keyingi xususiyatlardan yana biri oshqozon ichak yo'llari faoliyatini, sut bezlari ishini yaxshilash qobiliyatiga ham ega. U peshobni, organizmda zararli peshobni haydaydigan, ichni yurg'izadigan, balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida ham iste'mol qilinadi. U bosh og'rig'ini va uyqusizlikda ham tavsiya etiladi. Yana bir xususiyatlardan biri, biz ko'pincha qishki mavsumlarda yoki o'tuvchan mavsumlarda shamollagan vaqtimizda ushbu sabzavotni yosh barglarini bir stakan qatiqda aralashtirib, 1,5 dozada qaynagan suv aralashtirib iste'mol qiladigan bo'lsak, shamollashni oldini olish xususiyatiga ham ega. Keyingi sabzavot shavil. Shavilning shifobaxsh xususiyatlari ularning tarkibidagi vitaminlar. Ushbu vitaminlar shavilning yosh barglarida uglevodlar, oqsillar, olma, limon va shavil kislotalari, temir, kaliy, kalsiy, magniy tuzlari borligidadir. Ularda C, B1, B2, PP hamda provitamin A juda ham ko'p miqdorda bo'ladi. Ushbu sabzavotimiz shifobaxsh bo'lishi bilan birgalikda o'zining me'yorlari bor, iste'mol qilinish me'yorlari. Buni me'yordan ortiq iste'mol qiladigan bo'lsak yoki bo'lmasam ayrim kasalliklarda iste'mol qilishimiz tavsiya etilmaydi. Shulardan salbiy jihatlari to'g'risida ham to'xtalmoqchiman. Ushbu sabzavotimizning tarkibida o'sha kaliy, shavil kislotasi ko'p bo'lganligi sababli tuz almashinuvi buzilganda, ichak shamollaganda, o'pka kasallanganda uni iste'mol qilishimiz tavsiya etilmaydi. Ijobiy taraflariga keladigan bo'lsak, shavilning shifobaxsh xususiyati qadimdan ma'lum. U ovqat hazmini yaxshilaydi, bijg'ishni kamaytiradi, lavsha, ya'ni sengaga qarshi kurashadi. Safro haydash xususiyatlari ham kuchli. Shavil ildizini qaynatib tayyorlangan suyuqlik iste'mol qilinsa, organizmni ham mustahkamlovchi, ya'ni immunitetni oshiruvchi xususiyati bor. Keyingi sabzavotimiz kashnich. Kashnichni ham aholimiz juda yaxshi bilishadi. Buni barglarini ham, urug'ini ham juda ko'p oziq-ovqat
iste'mol qilayotganda, oziq-ovqat tayyorlayotgan vaqtlarida ishlatishadi. Kashnich urug'i tarkibida 0,24 dan 1% atrofida efir moylari mavjudligi va 20% gacha moy mavjudligi bilan xarakterlanadi. Ular kulinariya, konditor mahsulotlari ishlab chiqarishda, parfumeriya, ya'ni kosmetologiyada va tabobatda foydalaniladi. Souslarda ko'proq biz uni xushbo'y maza berishligi uchun ziravor sifatida ishlatamiz. Kashnichning barglarida kaliy tuzlari, oqsillar, vitaminlar, B1, B2, ayniqsa vitamin C, vitamin P, provitamin A mavjudligi bilan ham alohida ahamiyatga ega. Kashnich ko'kati sho'rva, go'shtli va sabzavotli ovqatlarga, urug'ini esa ko'proq yuqorida aytib o'tganimdek ziravor sifatida biz oziq-ovqatlarga ishlatamiz. Tabobatda ishlatiladi deyilishimizga sabab, tabobatda ko'proq antiseptik va milk kasalliklarida shamollashga qarshi vosita sifatida tavsiya etiladi. U murakkab davolovchi choy tarkibiga ham kiritiladi. Safroni haydaydi. Bavosilda ham yuqori natija berganligi uchun bavosilga ham qo'llaniladi. Keyingi sabzavotimiz bu ismaloq. Ismaloqning ham turli xil tur va navlari bor. Ko'rinishi jihatidan buni yaxshi bilamiz. Bahorgi paytlarda ko'proq bu sabzavotni iste'mol qilamiz. Buni barglarini ko'rinishi jihatidan barg plastinkalari yassi bo'lib o'sadiganlari bor. Barg plastinkalar qirqimli bo'lib, ya'ni anchayin uchlik bo'lib turib qirqimli bo'ladigan nav turlari bor. Ushbu sabzavotimizning barglarida oqsil, moy, uglevodlar ko'p miqdorda jamlanadi. Ular kalsiy, magniy, temir tuzlariga ham juda ham boy. Ayniqsa kaliy tuzi ismaloqni kuzda yetishtirilganida ko'p bo'ladi. Kuzda yetishtirilganda ko'p bo'lishiga sabab ushbu sabzavotlarimiz asosan ko'katli sabzavotlar barchasi nam talab o'simlik, ya'ni salqin paytlarda juda ham yaxshi o'sib rivojlanadi. Biz sabzavotlarimizni biologik xususiyatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'sha biologiyasini o'zini biz beradigan agrotexnologiyaga qarab o'zgarib ketishi bor. Mana shuning uchun ham ayrim sabzavotlarimiz bahorgi paytlarda kimyoviy tarkibini o'zgarishi yoki kuzgi muddatda yetishtirganimizda kimyoviy tarkibini qanaqa darajada o'zgarishligi ilmiy izlanishlar olib borilgan paytda isbotlangan. Ismaloq muhim vitaminlar manbai bo'lib ham hisoblanadi. Unda vitamin C, E, kaliy, PP vitaminlari hamda B guruhidagi ko'pchilik vitaminlar mavjud. Kimyoviy tarkibi bo'yicha qondagi gemoglobinga yaqin turishi bilan sekretin esa oshqozon sharbatini ajratishga yordam beradi. Shuning uchun ismaloqni parhez va bolalar ovqatiga ko'proq qo'llash tavsiya etiladi. Ovqatga, oziq-ovqatda ishlatilishimiz qanday ishlatamiz? Buni ismaloqni ko'proq biz ko'katli somsalarda yoki bo'lmasam xonimlarda ovqatlarimizga, ko'kat sabzavotlarimiz, salatlarimizda yangilikcha qo'shib ham iste'mol qilamiz. Ovqatda o'simlikni, masalan, yirik barglarini ko'proq ishlatamiz. Salatlar, sho'rvalar, pasta, pyuri, souslar hamda amletlar tayyorlashda ham yoki pishiriqlarni ichlariga qo'shishda ham biz ismaloqning barglaridan foydalanamiz. Quritilgan barglarni ham biz o'sha bahorgi paytlarda yig'ishtirib olib, uni quritib, keyin qishki paytlarda ham ovqatlarga ziravor sifatida ishlatishimiz mumkin. Ushbu sabzavotning dorivorlik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, ismaloq qadimdan ovqat hazmini yaxshilovchi, yurak faoliyatini mustahkamlovchi dori sifatida qo'llanilgan. Uni ichakning sustligida, ya'ni ichak tizimini faoliyatini sustlashgan paytida, vitamin yetishmagan paytlarda, asablarimiz buzilganda, ayniqsa raxit kasalligi, hozir keyingi davrda ushbu kasallik juda ham rivojlanib ketyapti. Raxit kasalliklarini oldini olishda ham ushbu sabzavotdan ko'proq foydalanadigan bo'lsak, anchayin yordam beradi. Qandli diabetda tavsiya etiladi. Xalq tabobatida qon kamayganda, tomoq va o'pka kasalliklarida suvli damlamasidan foydalaniladi. Keyingi paytlarda ismaloq shishlarni, ya'ni organizmdagi otoklarni oldini olishda ham dorivor sifatida ishlatiladi. Nur kasalliklariga qarshi ham ushbu sabzavotimiz qo'llaniladi.
Keyingi sabzavotimiz bu salat bargi. Salat bargini biz juda ham yaxshi bilamiz. Ushbu sabzavotning bir qancha turlari bor. Hozirgi slaydda ko'rinib turibdiki, bir qancha ko'rinishdagi salat turlarimiz. Masalan, o'sha birinchida turganimiz bu ko'p biz foydalanamiz ushbu salatdan. Buni bosh o'raydigan salatlarimiz bor, bosh o'ramasdan faqatgina barg plastinkasini shakllantiradigan salat barglarimiz bor. Salat bargi tarkibiga keladigan bo'lsak, ushbu sabzavotimiz tarkibida vitaminlar majmuasi tufayli eng foydali sabzavotlardan biri hisoblanadi. Sabzavotlar orasida tarkibiga eng yuqori darajada kalsiy hamda ismaloqdan keyin minerallar mavjud. Boshqa sabzavotlar bilan birgalikda iste'mol qilinsa, salat bargi ta'mini yorqin ochilishi va taomga ko'rk berishi bilan ajralib turadi. Ushbu sabzavotni yetishtirishda nafaqat o'ziga xos oddiyligi tufayli, balki uning tarkibidagi ozuqaviy moddalar va vitaminlarning yuqori miqdori bilan birlashtirilgan shakllar va ranglar ta'mlarining ajoyib boyligi tufayli sabzavot yetishtiruvchilarning e'tiborini qozongan. Salat bargining juda ko'p turlari mavjud. Hozir aytib o'tganimdek, ularning har xil rangdagi va shakldagi turlari mavjud. Och yashildan to'q qizil ranggacha bo'ladigan, barchasi mazali va foydali. Salat bargining pirpirakli, ya'ni juda ham gafrisimon bo'ladigan turlari bor. Buni biz keyingi paytlarda ko'proq kafelarda, restoranlarda ko'proq ishlatiladi. Salatlarda bezak sifatida qo'yishadi. Qizil rangligi barg plastinkalarni unaqangi ko'p ham katta yiriklashmagan, lekin juda ham chiroyli bezak beradigan to'q bardoviy, to'q fioletoviy rangdagi turlar ham mavjud. Pazandachilikda ushbu sabzavotlar taomlarni bezatishda juda ham ko'p qo'llaniladi. Foydali xususiyatlari, salatning foydali xususiyatlariga keladigan bo'lsak, uning kimyoviy tarkibi qismi bo'lgan laktisinning o'ziga xos moddasi asab tizimini tinchlantiradi, uyquni yaxshilaydi va tuz yig'ilishini kamaytiradi. Organizmda tuz yig'ilishini kamaytirish, ya'ni organizmdan tuzni chiqarish xususiyatiga ham ega. Pektinlar va foliy kislotasi ichaklarni, ya'ni ichaklarimizda ishlashini qiyinlashtiradigan nimasini tezlashtirib beradi, ichaklar faoliyatini tezlashtirib beradi va yomon xolesterinni tanadan chiqarib tashlaydi. Temir tuzlari mavjudligi sababli salat temir tanqisligi, kamqonligi, oshqozon va ichakni davolash uchun tavsiya etiladi. Xalq tabobatida salat sharbati sochni mustahkamlash uchun ishlatiladi va salat urug'laridan tayyorlangan suvli damlama esa laktosenni yaxshilash vositasi sifatida ishlatiladi. Salat iste'mol qilish qon aylanishini yaxshilash va metabolizmni normallashtirishni ham mumkin. Salatning sehrli xususiyatlari hech ham oshirib yuborilmagan, hozir aytib o'tirilgan xususiyatlari ortiqcha bo'rttirib aytilmagan. Bu meditsina xodimlari tomonidan isbotlangan. Kechki ovqat paytida salat uyquni yaxshilaydi. Ertalab iste'mol qiladigan bo'lsak, ishtahani kuchaytirib berish xususiyatiga ham ega. Bugungi mavzuyimizda qiziqarli faktlardan aytib o'tmoqchiman. Masalan, 100 dan ortiq salat turlari ham mavjud. Bargli, turli xil shaklli va rangli, och yashildan tortib to'q qizil ranggacha bo'lgan barchasi hayratlanarli darajada mazali. Biroq 5000 yil oldin odamlar ularni o'stira boshlaganlarida hech kim bu barglarni ta'm sifatlari haqida o'ylashmagan, faqat manzara sifatida ekib yetishtirishgan. Ular urug'lar tarkibidagi moy uchun ekilgan. Shunday qilib qadimgi yunonlar va rimliklar salatni tatib ko'rishgan. Ular shifobaxsh xususiyatlari haqida birinchi bo'lib aytishgan. Salat bargini o'zi iste'mol qilinmaydi, faqat boshqa sabzavotlar bilan birgalikda iste'mol qilinadi. Chunki u to'yish hissini bermaydi. Kaloriyasi, ya'ni quvvat berish darajasi bo'yicha pastki o'rinlarda turadigan sabzavotlar guruhiga kiradi. Bugungi mashg'ulotimizdagi ma'lumotlar mana shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.